Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar, akalar, ukalar. Yana o'sha Namangan Sadoqatdagi Vodiy Perivaldagi Agro Kit magazinidan kit traktorlarimizni obzori bilan tanishtirib, narx va ma'lumotlari, to'lov usullari haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz akalar. Xo'sh. Birinchi bo'lib ko'pchilikni qiziqtirgan to'lov usullarimiz haqida ma'lumot beramiz. Bizda akalar to'lov usullarimiz faqat naqd pulga bo'ladi. Leasing to'lov usullari ham bor, faqat yuridik shaxslarga bo'ladi. Agar yuridik shaxs bo'lsalaring, bemalol kelib leasingga ham xarid qilishlaring mumkin. 1 yildan 3 yilgacha foizlarini hamda bo'lib to'lash muddatlarini hamma batafsil ma'lumotlarni leasingchilar sizlarga to'liq ma'lumotlarini berib o'tadi akalar. Keyin naqd pulga, asosiy bizda savdomiz naqd pulga bo'ladi. Agar shunaqangi texnika qidirib yurib 100 million pul qilib yoki 60-70 yo bo'lmasam 80-90 million so'm pul qilib turib yaxshiroq yangi traktor olaman deb, lekin puli yetmay qolgan akalarimiz ham bor ichimizda. Bunaqa puli 50-60 million, 40 million pullari yetmay qoladigan klientlarimiz juda ko'p oramizda. Shular uchun yana yangi imkoniyatlar akalar. Ana shunaqangi 10 milliondan 50-60 million so'mgacha puli yetmay qoladigan akalarimiz uchun 3 oy muddatgacha foizsiz o'sha qolgan pulni 3 oy muddat ichida berishga nasiyani ham yo'lga qo'yganmiz akalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Masalan, Liboy traktorlaringni kelasizlar. Mana shu 163 million so'mmi, 100 million so'm beryapsizlarmi, 63 million so'm qolyaptimi? 3 oy ichida mana shu pulni qilib bersalaring bo'ldi. Hech qanaqa foiz qo'shilmaydi, lekin 3 oydan uzoq muddatlarga bera olmaymiz akalar. Biz ham to'g'ri tushunasizlar. Manzilimiz Namangan Sadoqat Vodiy Perivaldida bo'ladi. Do'konimizda har xil turdagi 3 portion, 4 portion traktorlarimizdan mavjud. 25 ot kuchidan 100 ot kuchigacha bo'lgan kabinali hamda 5 kabina traktorlarimiz bor. Traktorlarimizni ma'lumotidan ko'ra ko'pchilik mana shu to'lov usullari, yana boshqa ma'lumotlarga ko'pchilik qiziqyapti. Masalan, aynan mana shu traktorimizni rasxodlarini, narxini yo boshqa ma'lumotlarni aytib video qilib chiqarsak, hech kim ko'rmayapti akalar, to'g'risi. Undan ko'ra mana shu narx-navolar, olish usullari, to'lov usullari va boshqa yanada qiziqroq ma'lumotlarni aytib chiqarsak, ko'pchilik akalarimizga qiziq bo'lib ko'ryapti. Ko'rib turibsizlar, har xil turdagi traktorlarimizni video davomida aylantirib, traktor texnikalarimizni ko'rsatib, ma'lumotlar berib yuraveramiz akalar. Videoni oxirigacha kuzatib turaveringlar. Remelli arzonroq traktor so'ragan akalarimiz uchun ham Remelli traktorlarimizdan ham bor. Ko'rib turibsizlar, 11.05larimiz, 11.25, 11.35 hamda mini kombaynlarimiz ham bor. Sholi bug'doy o'rish uchun mo'ljallangan qo'shimcha agregatlarimiz, zatka apparatlarimiz bor. Agar kreditga olish niyatida yurgan akalarimiz bo'lsa, masalan, yo'q 3 oy muddatgacha nasiya yaxshi, lekin men 3 oydan qolgan 3 oy ichida qilib bera olmayman, menga 1 yil yoki 2 yil muddatga bo'lish kerak deganlar bo'lsa, mana shu texnika olmoqchimisizlar akalar? Ras o'zlaringni hududlaringdan bitta kredit magazinni topasizlarda. Liboy hozir kredit magazinlar ko'p. Shu kredit magazinlar bilan shartnoma qilasizlar. Mana shu joydan shu traktorda shu narxga ko'rdim, shu traktorni menga olib bering, oldindan shuncha to'lov qilaman, shuncha yilga menga bo'lib to'lashga chiqarib bering desalaring, Liboy kredit magazinlar shu shartga ko'naveradi akalar. Bemalol kreditga ham olib ishlatsalaring bo'laveradi. Chizellarimiz bor, 1.70lik, 2 metrliklari bor. Aylanma diska pullarimiz, aylanma 2 korpusli pullarimiz bor akalar, ko'rib turganlaringdek. Frezalarimiz kelgan 1.40, 1.60, 1.82 metrli texnikalarimiz hammasi Xitoyda ishlab chiqarilgan zavodskiy bo'ladi akalar. Sexlardan yoki boshqa korxonalardan chiqmaydi. Xitoyda zavodning o'zidan birinchi qo'l o'zimizga kirib keladi.
Kameralarimiz hozir 05X ta olgani sababli traktorlarimiz kichikroq bo'lib ko'rinyapti. Kichkina ekan deb o'ylamaysizlar akalar. Aniqroq adresimizni ham ko'rsatib tushuntirib o'tib ketamiz. Joyimiz vodiyda, Perevaldi yo'lida akalar. Ko'rib turibsizlar, katta trassa yo'l. Bu tomonimiz Toshkentga chiqib kelishda Sadoqat Patr bozoridan 5-6 kilometr teparoqda va Toshkentdan tushib kelishda Chodakda svetofor, Chodak razvorotdan 5 kilometr pastroqda joylashgan bo'ladi. Telefon raqamlarimizga bog'lansalaring, lokatsiyalar tashlab beriladi, aniqroq ma'lumotlar beriladi akalar. Bemalol xarid qilaverasizlar. Bu aytilgan narxlar eng oxirgi narxlar emas, albatta bemalol kamini qilib, arzonroq qilib talashib, tortishib, savdolashib olishlaring mumkin. Video davomida texnikalarimizni narxlari bilan ham tanishtirib o'tib ketamiz. 100 ot kuchli traktorlarimizni narxlari 389 million so'm bo'lyapti akalar. 80 ot kuchli traktorlarimizning narxi esa 289 million so'm. 60 ot kuchli kabinali traktorlarimizni turbo kompressorli variantlari esa 189 million so'm bo'lyapti akalar. Xo'sh, 50 ot kuchli traktorlarimizda ham kabinali variantlari bor. Ko'rib turganlaringdek 163 million so'mdan xarid qilishlaring mumkin. Traktorlarimizni ponni, ichki hamda tashqi obzorlari kerak bo'lsa, bemalol Telegram yoki WhatsAppdan bog'lanib olishlaring mumkin ma'lumotlarni. 60 ot kuchli 5 kabina traktorlarimizdan ham do'konimizda mavjud. Ko'rib turganlaringdek 4 portion turbo kompressorli bo'ladi. 166 million so'm. Texnikalarimizni barchasi ichki bartovoy variantda bo'ladi. 504 5 kabina traktorlarimiz qolmagani sababli 404larimizda boshlaymiz. 125 million so'mga kompressorli variantda 404 4 portion 40 ot kuchli traktorlarimizdan ham bor. 30 ot kuchli traktorlarimiz 115 million so'mdan, 25 ot kuchli traktorlarimiz esa 111 million so'mdan bo'ladi. Frezalarimizning narxiga keladigan bo'lsak, $750 dan biri 40lik, $900 dan biri 60 hamda $1100 dan biri 80 hamda $1200 dan esa 2 metrli frezalarimizni xarid qilishlaring mumkin akalar. Chizillarimiz kelgan akalar $600 dan, bular zavodskiy emas, chetda yasalgan. $600 dan xarid qilishlaring mumkin. Eniga 2 metrli bo'ladi. Aylanma plylarimiz $950 dan, diska plylarimiz $850 dan akalar. Bu ko'rib turgan barcha traktorlaringning ham narxi ko'k traktorlar narxi bilan bir xil akalar. Bitta mana shu traktorlarimiz bor 102 million so'mga, 404 4 portion 40 ot kuchli. Xo'sh, ichkaridagi traktorlarimizni ham obzorini qilib beramiz. Videoni shu paytgacha ko'rib turgan akalarimiz, bizda barcha qulayliklar bor. Sizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni aytmasdan ketgan bo'lsak akalar, telefon raqamlarimizni yozib qoldiramiz. Bemalol bexijolat bog'lanishlaring mumkin. Qanaqa savollaring bo'lsa, to'liq ma'lumot olishlaring mumkin. 24 million so'mdan 1105larimizni eski vipiskasi, 25 million so'mdan yangi vipiskasi, 7 million so'mdan universal jatkalarimiz, 6 million so'mdan oddiy jatkalarimiz, 14 million so'mdan kardalli traktorlar uchun jatkalarimiz, 38 million so'mdan 1125larimiz, 36 million so'mdan 1115larimiz, 48 million so'mdan esa 1135larimiz bo'ladi. Hamda 70 hamda 75 million so'mdan mini kombaynlarimiz do'konimizda mavjud. Sizlarga sal bo'lsa ham qiziqarli bo'lgan va foydali bo'lgan savol ma'lumotlarni berib o'tdik degan umiddamiz akalar. Kanalimizga obuna bosib kuzatib tursalaring, har kuni yangi obzorlarimizni qilib chiqaramiz. Qanaqa savollaring qolib ketgan bo'lsa, qanaqa savollaringga javob olmagan bo'lsalaring, bemalol telefon raqamlarimizga bog'lanib olishlaring mumkin akalar. Va O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Xohlasalaring kelib ko'rib olasizlar, xohlasalaring onlayn dastavka qilib chaqirtirishlaring ham mumkin.